Qachon tayyor bo'ldi zakazim. Klientim yedim, yo'qdi. Shunaqa xursand bo'ldim. Kattakon rahmat. Sizyam. Uyqularingizni buzib, telefon qilib bezovta qilaman. Shunday hech narsa demay yordam qilasiz. Sog' bo'ling. Iloyim Xudo barakangizni bersin shunaqa ro'za kunlarida, shunaqa podдержкадasiz mana. Hamma narsada yordam beribsiz. Kattakon rahmat. Judayam xursandman sizdan o'rganganimdan. Mingdan ming nima dedi? O'sha kamginagina pullar shuncha narsa mehnat o'rganganimga ishonasiz, o'sha pulni istamaganman. Mingdan ming roziman. O'sha pul sizga millionlab bo'lib kelsin. Judayam xursand bo'ldim. Klientim odzivlarini eshitib shunaqa hozir gapiribdilar. Nasib bo'lsa bugun mana buni zakaz olganman. Nasib bo'lsa bugun mana buni zakaz olganman. Xuddi mana shunaqa gullar girtdan terib, rasmlari, bachagnalarini oti bilan anaqalarni sanasini yozish. Nasib bo'lsa bugun ham yana yordamingiz kerak bo'lib qoladi. Agar vaqtingiz bo'lsa hozirdan anaqa qilsangiz, birinchi qavatga qancha smalaqlay, birinchi ana bu qolip rasm narsalar yopishtirish, axirida bu aniq